Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hozir bugun bizning tahrirotimizga yana 3-4 fuqarolardan telefon bo'ldi. Kechagi o'sha 5 blok oldindagi voqeada kaltak yegan ayol bizlarga yana telefon aytdi. Bugun yana kaltak yebdi. Ishqilib davlatniki bo'lgan yeri talash bo'lyapti. Men o'sha gulasim keladi-da. Kelib turib, "Dükkan meniki, dükkan seniki" deb turib 2,5 million, 5 million bu nerda qonunda bor ekan bu narsa. Meni zato nalogim bor. Nalog nima javob beradi? Nalog faqat seni olib turgan daromadingni qismidan foiz oladi. Shuna javob beradi u. Nalog boshqacha javob bermaydi. Nalog yer uchun javob bermaydi. Masalan, sen o'tiradigan yeringga xo'jayinchilik aytmaydi. U o'zini shu patenti, o'zini o'sha soliq soladigan daromaddan keladigan soliqni biladi. Nalog bilan kadastrni adashtirmang o'rtoqlar. Shu narsalarni tushunib yetinglar deb turibman. Keyin bu ayolni girgizmabdilar, ya'ni qulfur ketibdilar yana do'kon meniki deb. Yaxshi, do'kon sizlarniki bo'lsa, do'kon uchun kadastrlaringiz bormi? Shu kadastrlarni bizlarga taqdim etib bilasizlarmi? Kim sizlarga bera kadastr to'g'rilab berdi agar bo'lgan bo'lsa? To'pa sxemada yer yo'lak, ya'ni odamlar yuradigan yo'lak, davlatni, mahallani hududi hisoblanadigan yeri sizlar nechap xo'jayinchilik qilib o'tiribsizlar? Meni shu narsa qiziqtiradi. Nafaqat sizlardan, boshqalardan ham so'rayman bu narsani. Shu yerda o'tirgan, konteyner o'rab olgan. Kimdan ruxsat oldingizlar sizlar o'zingizga konteyner damir qo'ymoqqa? Nechun sizlar xalqni yurishini to'sqinlik etib qo'yibsizlar? Yurishi dim qiyin bo'lib turibdi. Zontiklarni o'rnatgan ne haqqingiz bor sizlarni? Odamlarni yurish turishini xo'jayinchilik etmaka ne haqqingiz bor sizlarni? Ular o'tib qaytishi kerak. Bizlarni soliqlarimizga kelgan narsa u. Sizlar kimsizlar? Yerlarga egalik etasizlar. Birinchidan tunnelni teyi. Tunnelni teyi uchun savdogarlar uchun quruldimi u tunnel? Tunnel bizlar uchun qurilgan u. Bizlarning xalq uchun qurilgan u. Xalqni o'tib qaytishi uchun qurilgan u tunnel. Nechun biza sizlarni savdogarlarni kisangizni foydangiz uchun biza hayotimizni xavfga qo'yib yuqorida tezlik harakati katta bo'lgan mashinalar o'tadigan yerdan biza bozorga o'tishimiz kerak. Aslida biza bozorga tunnelni teyindan o'tishimiz kerak. Lekin sizlar noski yana bir narsalaringizni yoyib olib tursizmi, lifchiklaringizni shu savdo sotiqqa kerak narsalarni yoyib, yo'llarni to'sib qo'yibsizlar. Kimsizlar sizlar? Kim sizlarga huquq berdi? Muncha stollarni qo'yib yoyasizlar yana. Qo'yaveringlar, bir mundiroq stollar qo'yinglar, munchalik qo'yasizlar. Veda arvacha ham o'tadi. 5 blokni oldindan ham aytaman. Arvacha ham o'tadi. Tam odamlar sumkasi bilan o'tadi, turtiladi, surtiladi. Sal bir tovaringiz tushib ketsa, ularga qichqirasizlar. Men nechasini eshitganman shunday voqealarni. Nechasini ko'rganman. Grubiy отношенияda bo'lasizlar. Sizlar kimsizlar shaharni ko'rkini buzasizlar? Kimsizlar sizlar? Qonun yo'qmi sizlarga? Hammangiz xudo xolasa tez orada bartaraf bo'ladi. Shaxsan o'zimni tahririyatimni nomidan xat chiqaraman. Kadastr agentligi bilan sota chiqaraman xatni va mana shu yerni tartibga keltiramiz. Urganch shahar hokimligi bilan birgalikda albatta. Tegishli idoralar, mas'uliyatli mas'ullar bilan shu yerni hal etamiz biza. Qaytib urush janjal bo'lmaydi aytamiz. Hammangiz Raycenter bozoriga ko'chinglar. Raycenter bozorini maydonini ko'ringlar. Ne degan keng maydon. O'zi aslida Raycenter bozor kiyim-kechak bozori deb aytilgan. Ana shu yerda sotishlaringiz kerak sizlar. Bu yerda bizani yuradigan yo'lakimizni to'sishga sizlarning umuman haqqingiz yo'q birinchidan. Ikkinchidan arendaga qo'ygan bo'lsangizlar, arendani qarzini ber deb daftar ochib, arendani odini yolg'ondan qarz deb olish ham haqqingiz yo'q sizlarni. Uchinchidan, kimda kim zo'ravonlik, kimda kim fuqarolar ana shunday bir tazyiqlar o'tkazgan bo'lsa, albatta qonun oldida javob beradi. Kimda kim sizlar haqqingizda fikr bildirgan bo'lsa kommentariyada, ular o'zlari javob beradi, o'zlarining yozgan gapi uchun. Balkim ularda bir doказательство bordir, balkim ularda boshqa gaplari bordir. Ularni yozgan kommentariyalari uchun o'zlari javob beradi. Shuning uchun meni kanalimdan kommentariylarni skrinshot etib, bir Abdullohmi kimda ham bola qo'yib o'tiribdi ekan. Qo'yma meni so'raksiz meni kanalimni olib, mendan so'rashib qo'yajak bo'lsang. Kiyim-kechak do'koni bor ekan bir. Ana shu bola qo'yib o'tiribdi videolarni, urushlarni, boshqalarni. Men sana maslahat beraman Abdulloh. Qo'yma, urushlarni ham qo'yma, 5 blokni oldinda bo'lgan voqealarni qo'yma. Qo'ygan bo'lsang ham o'chirib tashla. Bu narsalar uchun sen bu yerda yana ham izoh o'zing yozgansan, reket deb yozgansan, u uchun ham o'zing javob berasan. Birinchidan bu narsalarni o'zi tegishli idoralar tekshirib turibdi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, shaharni ko'rkini joyina qo'yishimiz kerak. Yer asl holatiga qaytishi kerak. Umuman odam qarab bo'lmaydigan ahvolga kelgan 5 blokni oldida ko'rgan bo'lsangizlar, butun chaylalar, butun yirtiq-mirtiq materiallar asilib yotibdi. Uning orqasida shashliklar, krisaxona 100% beraman, krisa bo'lib yotibdi shu yerda.
Chunki bu yerda yemekxona ham bor. Yemekxonalarda antisanitariyanın neçəsini ko'rib ko'pmiz. Sesam biladi bu narsani, hamma biladi bu narsani. Lekin nechundir biza yillar davomida ko'z yumib keldik bu narsaga. Lekin endi pichoq suyakka borib taqaldi. Shaharni o'z ko'rkina qaytarishimiz kerak. Hamma yer chiroyli bo'lib kelib, markaziy dehqon bozorimizning yonboshida shu ahvol, ya'ni Hindistondagi chaylalar deb bo'lib turgan bozorni biza yo'qotishimiz kerak deb o'ylayman. 2000 odam kun ko'rib o'tiribdi, 3000 odam kun ko'rib o'tiribdi degan gap bo'lmaydi. Hammamiz ham jonmiz, hammamiz ham kunimizni ko'rib o'tiribmiz. Raysentra ko'chinglar, marhamat. Zamonaviy rastalarda, zamonaviy do'konlarda o'tirib savdo etsangizlar, savdongiz bundan da yaxshi bo'ladi. Nechun desa, kiyim-kechak bozori odam ko'p boradi. Ana shu yerda sifatli kiyimlar bor, ana shu yerda sharoit bor deb turib, o'zlaringizga birinchidan yaxshi sog'lig'ingizga, yana o'zlaringizdan bir savdogar telefon urdi. Yozni kunida yomon bo'lib turibman dedingizlar. Issiqda dedi, zontikni tenda yomon bo'lib turibman, bu yerdan o'tiribman. Yana biring telefon urdingizlar, qishda sovuq o'tirishimiz qiyin dedingizlar. O'zlaringiz o'zingizni qiynalganlaringizni telefon orqali aytib turibsizlar. Shuning uchun o'rtoqlar, meni gapimni to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Bunday zo'ravonlikni qilmanglar boshqa. U yer davlatning yeri, shuni yodingizda qo'yinglar. Hech kim bu yerga xo'jayinchilik etolmaydi. Hech qaysisida kadastr yo'q bu yerda. Men 100% garantiya beraman. Ertang biz yana harakatni boshlaymiz bu bo'yicha. Ya'ni bozorni raysentrga ko'chirish bo'yicha yoki boshqa joyga, boshqa savdo majmuasiga ko'chirish bo'yicha biz harakatimizni boshlaymiz. Shuning uchun hozirdan o'sha tochkangizni qarayveringlar, ertangi shtobi voy dakkamanglar, mestasi qolib ketmanglar deyman. Hozirdan harakatingizni ataveringlar. Shahar bedarvoza emas, yodingizda qo'ying. Yer davlatniki va yer asl holatiga qaytariladi. Ya'ni xalq uchun yurish turishiga biz qulaylik yaratishimiz kerak. Tunnelning ostidagilar ham shu gap.